Hurmatli parvozlar, xo'rozlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Parvozlarimizga Makka ichkariga solinyapti, sababi shu tashqarini iflos qilib yuborishyapti. Ko'rishimiz mumkin, chiroyli o'sha qora quzg'un deb nomlaydigan naslimizda Makyonni bolasi qaroqchini nasliga qo'shib olingan xo'roz. O'ta bejirim. Bu xo'rozlarni 6 ta doimiy ravishda aytaman. Badallari o'ta qattiq, как будто xo'roz to'planganga o'xshaydi. Hozir holatda 4 kilo 200, 4 kilo 300 vesda bular. Aprel oyini oxirida chiqqan. Xo'rozlar aloqaga chiqinglar, taklif qilinadi. Xo'rozlar nasib qilsa uyaltirmaydi. Sababi bu xo'roz xuddi shu naslni повтор qilib oldim. Buni sababi shu akalari, shu Makyonni bolalari qaroqchi bilan chiqqan Jek Varabey bor, bilamiz, ancha yutuqlarni qildi, shu o'zimizning hududga sotilgan bo'lgan. Undan tashqari buni akalari $2000 gacha chiqdi. Juda katta kelishuv davralarida o'ynadi. Shu sabab shu naslni qaytarib oldim men. Urushlarni hammasini bir ko'rib oldik. Kanalga tashladik ham, ko'rdi parvozlar. Yo'llar, yuruvlar, kaltaklar joyida hammasiniki. Faqat men bularning o'sha yetilishini kutyapman. Yetilishi ham o'sha aprelda oxiri, pachti mayda boshidagi xo'rozlar. Sababli ortiqcha qiynaganim yo'q. Bir ikkita urishib qo'yganlarni mana shu ham o'sha galada yurgandi. Galan shep edi aslida. Sal o'sha shamollashi bo'lishi bilan boshqa bir sheriga bunga hujum qilib qoldi. Ajratib qo'yishga majbur bo'ldim. Hozir xuddi shunaqa rangdagi hamtanasi u yoqda. O'sha 4 ta 5 ta xo'rozni boshlig'i bo'lib yuribdi. Keyingisini ko'rsataman. Mana keyingi xo'rozimiz mana shunda ozgina shamollashib qolibdi. Sal afshirib qo'yapti. Tortdek 4 kilo 100 chiqdi bu. Urishini ko'rdik. O'sha Anvar akamdagi bitta o'ta tez bo'lgan xo'roz, lekin gavdasi kichikroq edi. Unga ham ko'rdik. Buni 2-3 ta xo'rozga o'sha spar qilib oldik. Sababi katayda ancha qolib ketdi. Asosan pixchi bular, pix bilan o'ynaydi. Xuddi mana shu akalari yutdi, buyulam o'sha chuvsti davrasiga olib borgan holatimizda Dostonbiydagi akasi ham onasi bitta, xo'roz boshqa shu Muxtorjonda Shamodan chiqqan bo'lgan. Buni men o'sha quzg'unga azilni mix qilganman. Yaxshi xo'roz holat. Navbatdagi xo'rozimiz mana shu 4 kilo 500 tarozda chiqqandi. Muxtorjonga ham bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu o'sha kuni Anvar akamdagi xo'rozga ancha qo'ydik. Ancha jang qildi. Hozircha videosi o'chib ketib qoldi dedim-ku. O'zimning e'tiborsizligim sababli o'sha karsinkalardan ham telefon tozalayman deb o'chirib yuboribman. Wi-Fi ishlamayotgandi, Wi-Fi ishlaguncha xo'roz zo'r holatda, jangi o'ta mo'shni. O'sha xo'roz bir-birini sindirishga urdi, qattiq vobshe kaltaklar, qo'sh kaltaklari bor. Xo'roz zo'r holatda. Sal o'sha olib kelganimdan keyin shamolladi, sovuq joyga qo'ygandim, svet yoqilmagandi. Mana endi hozir o'sha Sertraksion degan dori bor, biladi parvozlar. U o'sha xirilloq kasalligida asosan men ham doksasiklinidan foydalanaman, lekin o'sha Sertraksion dorisiga suv aralashtirib prosta 3 grammdan bitta pensilin idishida bo'ladi, 3 grammdan eritib og'zidan quyib turilsa, ana qirillash to'xtadi. Oshqozon ichak faoliyatini yaxshilaydi u. Xo'rozlarda o'sha ovqat yemayotgandi. Mana o'sha bugun o'sha dollarni cho'qidi. Men qo'shimcha qilib bunga go'sht qilib qo'ygan ekan, ovqat yemayapti deb. Endi hazm bo'ldi, o'sha kriyon ham ichkizib yubordim. Xo'roz yaxshi holatda, mana ertalabdan qichqirib, chiroyli turibdi. Ko'rinishi zo'r. 4,5 kiloga o'sha qotadigan xo'roz, xudo xolasa.